O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 34 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan. Inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu tamoyilga asoslangan yangi O'zbekiston g'oyasi amalda qudratli harakatga aylandi. Bir Alisher Navoiy bobomizning bu olamni yaratishdan maqsad inson edi, uni baxtli ko'rish edi degan fikrlarda chuqur ma'no mujassam. Xalqimiz asrlar davomida orzu qilib, kurashib o'tgan inson qadrini ulug'lash, uni baxtli qilish barcha islohotlarimizning ma'no mazmunini tashkil etmoqda. Qizim amalga oshdi. Hozir men eng baxtli ayollardan bittasi desam. Qashshoblik hozir yo'q, avvalgiga nisbatan juda ham yaxshi. Prezidentimiz aytadilar, yoshlar kelajak bunyodkori. Bilasizmi? Haqiqiy ma'noda 3-renessansni bunyod qilishimizni bir qanaqadir ma'noda g'urur bag'ishlaydi. O'zbekiston tarixi ikki buyuk uyg'onish davrini biladi. Bu davrlar natijasida jahon zamonaviy fanining poydevorini qo'ygan ilmiy kashfiyotlar hamda yuksak san'at asarlari yaratildi. Bugun O'zbekiston Respublikasi o'zining 3-renessans davrini boshdan kechirmoqda. Mamlakat taraqqiyotining yangi konsepsiyasi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan yo'nalish respublika uchun jiddiy sinov bo'ldi. Natijaga erishish uchun yillar davomida to'planib qolgan muammolarni yengib o'tish, millionlab insonlar taqdiriga mas'uliyat bilan yondashish, puxta va sinchkov mehnat talab etildi. Natijalar hayratlanarli bo'ldi. 3-uyg'onish davri poydevorini qurish yo'lidagi keng ko'lamli va murakkab ishlarining muhim natijalaridan biri o'z saflarida 8 million a'zoni birlashtirgan qudratli tuzilma, ya'ni O'zbekiston kasaba uyushmalari tashkilotidir. Bu tashkilot 2025-yilda o'zining 120 yillik yubileyini nishonladi. Davlatimiz rahbarining kasaba uyushmasi faollari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvni tom ma'noda tarixiy deb atash mumkin. Zero unda oddiy mehnatkash manfaatini himoya qilayotgan kasaba uyushmasining faoliyati yuqori baholandi. Biz islohotlarni boshlagan ilk kunlarda inson qadri uchun degan ezgu g'oyani amalga oshirish uchun avvalo iqtisodiy, ijtimoiy sohalarni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab oldik. Barcha islohotlarimiz zamirida inson qadrini ulug'lash mujassam va bu mamlakatimiz qo'shilayotgan xalqaro hujjatlar mazmuni bilan to'liq hamohang desak, bu to'g'ri bo'ladi. Hech shubhasiz biz erishayotgan natijalarda eng xalqchil va katta nodavlat tashkiloti bo'lgan kasaba uyushmalarining munosib hissasi bor. Buni biz his etamiz, buni bilamiz va buni qadrlaymiz. Bugun kasaba uyushmalarining 120 yillik tarixi haqida gapiryapmiz. Ammo haqiqat shuki, mana shu tarixning so'nggi 8 yilligi asrlarga tatuvlik davr bo'ldi. Men bugun har bir zamondoshimizni ko'ziga tik qarab ayta olamanki, bunda yaratuvchilik faqatgina o'z vatanini jonidan ortiq sevadigan yo'lboshchilargina xosdir. Bundan 6-7 asr ilgari bu yurtda ko'tarilgan muazzam bayroq bu shubhasiz buyuk Soqqiron bobomiz Amir Temur qurgan qudratli davlatning bayrog'i edi.
Oradan qariyb 7 asr o'tib, uzoq yillar ko'zdan panada qolgan o'sha bayroq yana kirpiray boshladi. Bu bayroq bugungi yangi O'zbekistonning bayrog'idir. Markaziy Osiyoda ilk bor kasaba uyushmalari tarixi muzeyi ochildi. Bu muhim tadbir 2021-yil noyabr oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Muzeyning birinchi direktori Iris Muhammad Abdukarimov edi. Yig'ilgan materiallar asosida muzey bunyod etildi. Yana bir ma'naviyat o'chog'i paydo bo'ldi. Yoshlarimiz uchun ham, ishchilarimiz, dehqonlarimiz, barcha sohadagi mehnatkashlarimiz uchun ajoyib bir tuhfa bo'ldi. Muzey doimiy ishlaydigan, faoliyat yuritadigan muzeylar qatorida bo'lishiga harakat qilamiz. 2000 dan ortiq eksponat. Ular orasida betakror noyob hujjatlar, insonparvarlik g'oyalarining yorqin namunalari ham bor. Bu g'oyalar bugungi respublika hayotida ham o'z ifodasini topmoqda. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, birinchi kasaba uyushmalari hozirgi O'zbekiston hududida 120 yil oldin tashkil etilgan. 1905-yil fevral oyida Toshkent temir yo'li ishchilari ish tashlashgan. Shu tarzda mehnatkashlar huquqi uchun kurash boshlandi. Bir vaqtning o'zida O'rta Osiyo va Toshkent Orenburg temir yo'llarida xizmat qilayotgan 2000 dan ortiq mehnatkashlar ishini to'xtatdi. Ishchilar 19 ta banddan tashkil topgan telegrammani Peterburgga, temir yo'l qurilishi bosh boshqarmasiga yo'lladilar. Talablar orasida maoshni oshirish va 8 soatlik ish kunini joriy etish masalasi ham bor edi. O'sha yilning may oyida esa savdo va sanoat sohasi xodimlari ham ish tashladilar. Ular kasallik davrida maosh saqlanishi, kamida 3 haftalik haq to'lanadigan ta'til va ayollar uchun tug'ruqdan keyin 3 haftalik to'liq haq to'lanadigan ta'til talab qildilar. Bunga javoban ish tashlashlar to'lqinini pasaytirish maqsadida hukumat ahamiyatsiz imtiyozlar joriy etdi. Biroq oktyabr oyiga kelib yangi, yanada kuchli to'lqin boshlandi. Temir yo'l faoliyati batamom to'xtatildi. Shu bilan bir vaqtda pochta va telegraf idoralari xodimlari ham ish tashladilar. 1905-yil oktyabr oyida Turkiston o'lkasida, aynan Toshkent shahrida ilk bor temir yo'lchilar va aloqa xodimlarining kasaba uyushmalari tashkil etildi. O'sha davrdayoq bu harakat mehnat sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan demokratik islohotlarning ilk belgisi sifatida namoyon bo'ldi. Bir necha yil ichida Toshkentda tikuvchilar, do'ppichilar, ofitsiantlar, oshpazlar, uy xizmatchilari, qurilish ishchilari, farmatsevtlar va boshqa kasb egalarining kasaba uyushmalari tashkil etildi. So'nggi yillarga qadar noma'lum bo'lib kelgan tarixiy hujjatlarda, ya'ni kasaba uyushmalari nizomlarida murosa idoralari deb ataladigan tuzilmalar ko'rsatilgan. Bu ish beruvchi va ishchilar o'rtasida kelib chiqadigan nizolarni tartibga solish bo'yicha komissiya bo'lib, barcha muammolarni tinch yo'l bilan muzokaralar orqali hal qilish va mehnatkashning sha'ni, qadr-qimmati hamda huquqlarini himoya qilish uchun xizmat qilgan. O'zbekiston prezidenti kasaba uyushmasi har bir mehnat joyida mavjud bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Men boshqa mamlakatlar rahbarlarining bu borada so'z yuritganlarini eshitmaganman. Respublika hukumati va kasaba uyushmalari federatsiyasi faoliyatida alohida e'tibor qaratilgan yo'nalishlardan biri murakkab holatga tushib qolgan, yashash uchun mablag'lari yetarlicha bo'lmagan ayollar masalasidir. Kasaba uyushmalari mamlakat rahbarining kambag'allikni bartaraf etishga qaratilgan siyosatini amaliy ifodasiga aylandi. Kasaba uyushmalari va xotin-qizlar qo'mitalari xodimlari barcha mahallalarni aylanib chiqdilar, har bir oila bilan qiziqib, yordamga muhtoj insonlarning ro'yxatini tuzdilar. 2013-yil katta o'g'lim tug'ilgan. Qulog'ida orttirilgan karlik, 4-darajadagi orttirilgan karlik tashxisi qo'yilgan. 2017-yil qizim tug'ilgan. Yuragida parogiyam bor. 2 xona uyda yashar. Shu biz qiyinchilik bilan yashab, hech narsa sharoit yo'q edi. Shu mana bu dushlar, vannalar, unaqa narsalar yo'q edi shu uyda. Shunaqa chiroyli uylar qurib berishdi. Oshxona qilib berdi. Mebellari bilan berdi. Gaz plitalar, hamma sharoitni qilib berdi.
xursand bo'ldimda. Menga ham shunaqa uylarda yashash nasib qilarmikin deb. 2025-yil 7-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Kambag'allikdan farovonlik sari nomli yangi ijtimoiy dastur boshlanganini e'lon qildi. Joriy yilning yakuniga qadar mamlakat hududlarining yarmida kambag'allikni tubdan bartaraf etilishi kutilmoqda. Prezident belgilab bergan vazifalarni samarali amalga oshirish maqsadida hukumat, kasaba uyushmalari federatsiyasi va ish beruvchilar konfederatsiyasi o'rtasida 3 tomonlama bosh bitim imzolandi. Davlat moliyaviy mablag'lar ajratadi, kasaba uyushmalari esa aholiga yordam ko'rsatish tizimini yo'lga qo'yib, insonning mehnat huquqlarini himoya qiladi. 1925-yil mart oyi O'zbekistonda kasaba uyushmalari tarixida yangi sahifa ochildi. USSOVPROF O'zbekiston kasaba uyushmalari kengashi tashkil etildi. Uning asosiy maqsadi xalq ongini yo'qotish, savodsizlikni yo'qotish va jamiyatni taraqqiyot sari yetaklash edi. Bu jarayonning boshlanishi o'tgan asrning 19-yillari oxiriga borib taqaladi. O'shanda Turkiston ziyolilarining ma'rifatli va vatanparvar namoyandalari, jadidlar bu harakatga asos soldilar. Ular savod o'rgatish muddati atiga 40 kunni tashkil etgan usuli jadid deb atalmish yangi maktablarni tashkil etdilar. 1921-yilning oxirlaridan boshlab Xorazmdagi kasaba uyushmalari qoshidagi madaniy ma'rifiy bo'limda, keyinchalik esa xalq ta'limi bo'limida Hamza Hakimzoda Niyoziy ham faoliyat yuritgan. Jadidlarimiz Turkiston aholisini ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, diniy e'tiqoddan qat'iy nazar teng huquqli insonlar ekanliklari, ular mana shu jamiyatda o'zlarini maqsadlarini ilgari surishadi. Jadidlar fuqarolarning teng huquq va erkinliklari ilmiy tafakkur, milliy madaniyat va ona tilining rivoji bilan ta'minlanadi deb hisoblar edilar. Ularning ko'pchiligi shoir, dramaturg va ziyoli insonlar edi. Aynan ular tomonidan birinchi teatrlar tashkil etilgan. Biroq ular orasida kasaba uyushmasi faollari ham bo'lganligi yaqingacha noma'lum edi. Jadidlar kasaba uyushmalari matbuot nashrlariga ham rahbarlik qilganlar. Masalan, Abdulla Avloniy Turkiston Respublikasi kasaba uyushmalari markaziy kengashi tomonidan chiqarilgan Kasabachilik harakati jurnaliga mas'ul muharrir bo'lgan. Hoji Mo'yin Shukurulayev Mehnatkashlar tovushi va Mehnatkashlar o'qi gazetalari muharriri sifatida faoliyat yuritgan. Bu nashrlar o'sha davrdagi ijtimoiy va siyosiy masalalarni yoritar, shuningdek, kasaba uyushmalari faoliyati haqida ham ma'lumot berib borar edi. Jadidlar qo'llab-quvvatlagan nashrlar orasida Xurshid, Taraqqiy, Tujjor, Sadoyi Turkiston, Sadoyi Farg'ona va Buxoroyi Sharif kabi gazeta va jurnallar chop etilgan. Ular kam ta'minlangan aholi uchun maktablar ochib, ayollar huquqlarini himoya qildilar. Ehtiyojmandlarga tibbiy yordam ko'rsatishni ham yo'lga qo'ydilar. Bu ezgu ishlar jamiyat jamg'armasi orqali moliyalashtirilgan bo'lib, bunday jamg'arma asoschilarining ko'pchiligi Turkistonning boy va ma'rifatparvar oilalaridan chiqqan insonlar edi. Jadidlar o'z xalqining baxti, farovonligi va kelajagi uchun kurashdilar. Ular bilim, taraqqiyotning kaliti ekanini anglab, yosh avlodni o'qitish uchun ulkan mablag'lar yig'dilar. 1909-1914-yillar mobaynida Turkiston, Buxoro va Xivadan 250 nafar yoshlar Baku, Istanbul va Orenburg shaharlarida tahsil oldilar. 1921-1924-yillarda esa yana 100 nafar iqtidorli yigit-qiz Rossiya va Germaniya oliy o'quv yurtlariga yo'l oldi. O'zlarini jadid farzandlari deb atagan bu yoshlar o'qishdan qaytgach, yurt ravnaqi uchun mehnat qildilar. Qishloq xo'jaligi, sanoat, ilm va fan rivojiga o'z hissalarini qo'sha boshladilar. Biroq ularning taqdiri fojiali kechdi. Qatag'on yillari boshlanganda O'zbekistondagi ko'plab fidoyilar kabi kasaba uyushmasi faollari ham hibsga olindi. Ular orasida jadidlar ham bor edi. Bugun bilimli shaxslar 3-renessansni quradi. Avvalambor unda tafakkur, ilm bo'lishi kerak. Заказ есть государство? Нет. Раз ты уже мне доложил, давайте я заказ сделаю. Вот здесь сейчас поручу, чтобы наши проекты и институты потихонечку в каждом строящем доме хотя бы по 3-4% умный дом. Если мы хотим на 10 лет раньше, если мы сейчас не будем, мы опоздаем на 50 лет. Birinchi bosqich talabasi bo'lgan paytimda biza yoshlar
ishlari bo'yicha ma'naviyat o'rinbosari, dekan o'rinbosarimiz aytdilar, kasaba uyushmalari tarafidan stipendiyantlikka faol talabalarni, yaxshi o'qigan talabalarni tavsiya qilyapmiz. Talabalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi 2017-yilda Kasaba uyushmalari federatsiyasi tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan. Har yili bu stipendiyaga 15 nafar yosh munosib deb topiladi. Ular ko'p emas, lekin eng iqtidorli, eng fidoyi yoshlar. Buni juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki kutgandim, rosti men xohlagandim-da. Stipendiya unga 1 yillik o'qish to'lovini qoplash uchun yetarli bo'ldi. Qolgan qismini esa u bolalar bog'chasidagi kichkintoylarga ingliz tilini o'rgatishga qaratilgan loyihasini amalga oshirishga sarfladi. Hozirgi kunda oliy o'quv yurtlari hovlilarida ajoyib manzarani ko'rish mumkin. Tanaffus paytida bag'rida chaqaloq quchgan ona talabalar. Dars vaqtida esa bolalarga buvilar qarab turishadi. Eng muhimi, qizlari o'qisin, bilim olishdan to'xtamasin. Bugungi kunda O'zbekiston talabalarining yarmini qizlar tashkil etadi. Bu mamlakat hayotidagi yana bir katta yutuq. Ishlaydigan yoshlarga esa korxonalardagi kasaba uyushmasi qo'mitalari ta'lim xarajatlarini qoplashda yordam bermoqda. 11 nafar talabani esa korxona hisobidan kontrakt to'lovini to'lab berdik. Kelajak tarbiyalangandan keyin nima bo'ladi? Yurtimiz yana ham yuksaladi. Akbar Jo'rayev bu vaznni uddaladi. 2019-yildan beri kasaba uyushmalari a'zosiman. Balet qilgan borishadi, bizlar qo'llab-quvvatlab turishga har doim yonimizda bo'ladi. Ko'p yillar davomida suv havzamiz yo'q edi. Bugun o'z sportchilarimizni yetishtirib chiqarish imkoniyatiga egamiz. Endi ularda maqsad bor. Kuchlilar safidan joy olamiz degan ishonch paydo bo'ldi va bu ularga kuch va ilhom beradi. Butun respublika bo'ylab kasaba uyushmalari federatsiyasi barcha olimpiya standartlariga mos suv havzalari barpo etmoqda. Kasaba uyushmalari faoliyatining eng muhim maqsadlaridan biri insonga o'z salohiyatini to'liq namoyon etish va unga barcha g'oyalarini hayotga tatbiq etish imkonini yaratishdir. Agar mana shu kasaba uyushma bizga men bu darajaga chiqib bunaqa ishlarni qila olmagan bo'lardim. Oyiga 80 tonna, 100 tonna bodamni qayta ishlab, ichki bozorimizga sotamiz. O'zimizda xomashyolarimiz yetmaganligi sababli Amerikadan, Kaliforniyadan, Ozarbayjondan import qilamiz. Prezident tashrifidan so'ng Gulnora rahbarlik qilayotgan kompaniyaga yana 48 gektar yer ajratildi. Bu yerlarda yuqori navli bodom daraxtlari ekilib, 3 yildan so'ng ulardan ilk hosil olish rejalashtirilgan. Prezidentimizga biz va'da qilganmizda, importga chek qo'yib, o'zimiz O'zbekiston bodomlarini eksport qilish nimasini va'dasini berganmiz. Bugun Farg'ona vodiysida deyarli bir qarich ham bo'sh yer qolmagan. Ayrim hududlar azaldan hosildor bo'lgan bo'lsa, boshqalari suv yetishmasligi sababli dehqonchilikka yaroqsiz edi. O'tgan asrning 30-yillari oxirida Sirdaryo suvlarini dalalarni sug'orishga yo'naltirishga qaratilgan irrigatsiya loyihasi ishlab chiqildi. Shu asosda betakror gidrotexnik inshoot katta Farg'ona kanali qurishga qaror qilindi. Markaziy Osiyoda xalq qurilishi suv sari yo'l ochilmoqda. Buyuk Farg'ona kanali barpo etilmoqda. Kanalning eni 25, chuqurligi esa 3 metr. Faqat O'zbekiston hududi bo'ylab uning uzunligi 283 kilometrni tashkil etadi. Yuzlab odam yetarli bo'lmagan joyda minglab odam hasharga chiqdilar. Qurilishga O'zbekiston Markaziy qo'mitasining birinchi kotibi Usmon Yusupov rahbarlik qildi. Uning o'tmish faoliyati ham mehnatkashlar bilan chambarchas bog'liq.
U Toshkent quruvchilar kasaba uyushmasi tumani qo'mitasi raisi, shuningdek, Markaziy Osiyo butun ittifoq kasaba uyushmalari markaziy kengashi raisi bo'lib ishlagan. Katta jamoatchilik tashkilotlariga rahbarlik qilish tajribasi uni minglab odamlarni birlashtira olgan yetakchiga aylantirdi. Qurilish maydonida mehnat muhofazasi, ishchilarning oziq-ovqat va tibbiy ta'minotini kasaba uyushmalari ta'minlab turdi. Kanal o'ta qisqa fursatda, atigi 45 kunda qurib bitkazildi. Suv qaqragan sahrolar tomon oqa boshladi va u yerlarda hayot yuzaga keldi. O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixi sahifalaridagi yana bir davr. Butun xalqning xotirasida muhrlanib qolgan Ikkinchi jahon urushi yillaridir. O'sha paytda qariyb 200 ga yaqin sanoat korxonasi O'zbekistonga ko'chirib kelindi. Hammani joylashtirish, oziq-ovqat hamda uy-joy bilan ta'minlash kerak edi. Leningrad qamalidan, vayronaga aylangan Stalingraddan, Belorussiya, Ukraina va Qrimdan kelgan bolalar. Kasaba uyushmalari xodimlari gospitallar va bolalar uylarida ko'ngilli sifatida ishladilar. Yetim bolalarni oilalariga joylashtirdilar. Jang qilayotgan askarlarga qo'ldan kelgancha yordam berdilar. O'zlari ham frontga ketdilar. Ularning ko'pchiligi ortga qaytmadi. Respublika kasaba uyushmalari to'plagan tarixiy tajriba bugungi zamonaviy O'zbekistonning asosiy vazifalarini hal etishda poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Turdiyevlar oilasi qishloqdan Farg'onaga ko'chib keldi. Abduvohid ishga joylashdi. Biroq topgan pulining asosiy qismi uy ijarasiga sarflanardi. 24 soat kallada faqat iqtisodiy turmush tarzini, bu moliyaviy jihati faqat shu kallada shu aylanardi xolos. Bu boshqa fikr umuman kelmasdi. Na bolalarda tarbiyasiga, na bularda yurish-turishiga haqida o'ylanilardi. O'z uyiga ega bo'lish orzusi amalga oshmaydigandek tuyulardi. Yosh oilalar, uyga muhtoj oilalarda ishxonada hammasini ro'yxatini shakllantirdi. Korxona rahbariyati kasaba uyushmasi bilan kelib joyida ko'rdi. Komissiya a'zolari yosh oilalarga faqat bir savolni berdilar. Sizlar shu yerda yashashni xohlaysizmi? Menga o'xshagan shu ishxonadagi hamkasblarim hammasi bir 30 dan ortiq hamkasblarim uyli bo'lishdi. Go'yoki hamma yelkamda turgan yillar davomida muammo bo'lib kelgan ulkan tog' ag'darilgandaqa bo'ldi. 2022-yilda prezident mening birinchi uyim dasturini amalga oshirish boshlanganini e'lon qildi. Dastur doirasida birinchi navbatda turar joyga ehtiyoji bor hamda yosh oilalar uchun eng qulay shartlar asosida uy-joylar barpo etiladi. 2024-yilda O'zbekistonda 2044 ta ko'p qavatli uy qad rostladi. 100 mingdan ziyod xonadonlar yangi egalariga o'z bag'rini ochdi. 3 mingdan ziyod yosh oila uy-joy sotib olish uchun foizsiz qarzlar oldi. Bu xonadonlarni adolatli taqsimlash esa kasaba uyushmalarining zimmasidagi muhim vazifaga aylandi. aprel tongi soat 5:21 da Toshkentning kuchli yer osti silkinishi larzaga soldi. 9 ballik zilzila sodir bo'ldi. Bilaman boshimdan o'tgan bu narsa. O'shaning uchun xalq tushkunlikka tushgan payti nima qilishini bilmaydi. Kasaba uyushmasi o'sha paytda odamlarga narsa tarqatadigan bo'lishdi. Shu narsalarni tekinga olib keltirib, ana shunda kasaba uyushmasining qanchalik xalqqa yaqin ekanligini his qilganmiz shu narsani. Hamisha shunday bo'lgan. O'tgan asrning 20-yillarida hukumat raisi Fayzullo Xo'jayev demokratik islohotlarni amalga oshirishdi. Shu jumladan kasaba uyushmalariga ham tayangan edi. 50-yillar oxirida respublikani o'z davrining eng taniqli siyosatchilaridan biri Sharof Rashidov boshqardi. Uning ko'plab uchrashuvlari oddiy mehnatkashlar,
kasaba uyushmasi a'zolari bilan bog'liq edi. Suhbatlar mehnat va hayot sharoiti haqida bo'lardi. Aynan shu mavzular Sharof Rashidovning kasaba uyushmalari syezdlaridagi chiqishlarida ham asosiy o'rinni egallardi. O'zbekiston mustaqilligining ilk yillarida qabul qilingan yangi konstitutsiyaga kasaba uyushmalari faoliyatiga bag'ishlangan alohida modda kiritildi. Mamlakatning eng yangi tarixi. Hech qachon unutmaylik. Biz barchamiz bitta xalq, bitta mamlakat, bitta oilamiz. Hammamizning taqdirimiz, kelajagimiz, baxtimiz va yutug'imiz ham yagona va mushtarak. Har bir vatandoshimning yutug'i bu mening yutug'im. Tashvishi mening tashvishim degan fikr bilan yashasak, yutug'imiz ko'payib, tashvishimiz albatta kamayib boradi. Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar kasaba uyushmalari federatsiyasi oldiga ulkan va mas'uliyatli vazifalarni qo'ydi. Bu jarayon faoliyatga yangi mazmun, yangi ruh bag'ishladi. Mehnatkashga bo'lgan hurmat yangi darajaga ko'tarildi. Prezident tashabbusi bilan 2020-yilda qonun qabul qilindi. Unga muvofiq 11-noyabr kasaba uyushmalari xodimlari kuni etib belgilandi. Menimcha, kasaba uyushmalari uchun ishlash oson, chunki ularning ortida doim qo'llab-quvvatlab turuvchi prezidentimiz bor. Ular juda faol ishlaydi, ammo bir vaqtning o'zida bu juda katta mas'uliyat hamdir. Hozirgi kunda kasaba uyushmalarining 40 ming nafar vakolatli shaxslari har kuni barcha zavod va fabrikalarda mehnat sharoitini muntazam nazorat qiladi. Bizda xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Bu usti boshimiz bo'yicha ham ish joyidagi talablar juda ham kuchli, texnika xavfsizligi bizda ham juda ham kuchli ishlaydi. Faqatgina xavfsiz mehnat sharoitlarimiz birinchi navbatda bu adolatli ish haqlarini ishchi xodimlarga ta'minlab berish masalasi. Agarda mehnat qonunchiligi masalasida, mehnat muhofazasi masalasida kamchiliklarni, qonun buzilish holatlarini aniqlaydigan bo'lsa, tahliliy ma'lumotlarni tayyorlab turib, Vazirlar Mahkamasiga kiritamiz va Vazirlar Mahkamasidan butun tarmoq vazirlik idoralariga ularni ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar chiqadi. O'zbekiston kasaba uyushmalari bugun mamlakatning barcha hududlarida, zavod va fabrikalarda, sanoat korxonalarida, muzey va teatrlarda faoliyat olib bormoqda. Har bir tuman va mahallalarda qariyb 7000 nafar xodim va 300 mingga yaqin faollar ish olib bormoqda. Ularning malakasini oshirish maqsadida Toshkent shahrida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Malaka oshirish instituti ochilgan. O'quv markazining asosiy vazifasi zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berishdan iborat. Oxirgi 5-6 yilda 22 ming nafar tinglovchi ta'lim oldi. Ular bu yerga yechimini topmagan muammolar bilan kelishadi va o'z savollariga to'liq javob olishadi. Insonning hayotini yaxshilash uchun nima qilish kerak? O'zbekiston fuqarolarining turmush sifatini oshirish uchun qanday yordam ko'rsatish mumkin? 2022-yili 18-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Samarasiz ishlayotgan va hozirgi kunda faoliyatsiz bo'lib turgan oromgohlarni 88 tasi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi balansiga o'tkazib berildi. Farzandingiz dam olishi uchun korxona kasaba uyushmasi qo'mitasiga murojaat qilib, ariza yozishning o'zi kifoya. Yana bir yangiliklardan birini aytib o'tmoqchiman. Oromgohlarni yo'llanmalarni sotish platformasi orqali sotiladigan bo'ldi. Eng asosiy maqsadimiz shunda bo'ldiki, bu platformani yaratishdan korrupsiyani oldini olish, kelgan ota-onalarni qiynalib yurmasligi uchun bu tashkil qilindi. Har yoz mavsumida mamlakat bo'ylab joylashgan oromgohlarda taxminan 400 ming bola dam oladi va ular faqatgina O'zbekistondan emas. Krokus City Hall'dagi voqealar paytida jabrlangan oilalarning 100 nafar o'g'il-qizlari yurtimizdagi Anor bolalar sog'lomlashtirish oromgohida hordiq chiqarish uchun mamlakatimizga keldilar. O'zbekistonga xush kelibsiz. Все еще в шоке нахожусь немножечко. Большое спасибо тем, кто это организовал.
Мы только приехали, а здесь уже столько знакомств. Biz endigina yetib kelgan bo'lsak-da, allaqachon juda ko'pchilik bilan tanishib, do'stlar orttirdik. Bu yer juda ham chiroyli va issiq o'lka ekan. Menga juda ham yoqdi. Yurtimiz mehmondo'st va juda go'zal makon. Hozirgi kunda kasaba uyushmalari ichki turizmni faol ravishda rivojlantirmoqda. O'zbekistonning qadimiy shaharlariga bepul sayohatlar uyushtirilmoqda. O'z tarixini bilish insonda vatanga bo'lgan faxr tuyg'usini kuchaytiradi va kelajakka ishonch bag'ishlaydi. 2009-yil Rossiya Federatsiyasiga Sankt-Peterburg shahriga moddiy daromad topish maqsadida ketganman. Vaqt mobaynida shu bolalarimni sog'inib, vatan sog'inchi, ota-ona sog'inchi. 2024-yil O'zbekistondan telefon qilishib, O'zbekistonda ham shunaqa sharoitlar qilib berishyapti. Imtiyozli kreditlar bor, mana shunaqa subsidiyalar bor. 2024-yil mart oyida O'zbekistonga qaytib kelganman. Men bu yerga tadbirkorlik markaziga pazandachilik yo'nalishi bo'yicha trener bo'lib ishga qabul qilindim. Bu xursandchiligimni hozir ifodalab bera olmayman. Qaniydi masalan bundan bir 10-15 yil oldin mana shu sharoitlar bo'lganida men hech qayerga ketmasdan o'zim davlatimda, o'zimni yurtimda, ota-onam bag'rida, farzandlarim bag'rida mehnat qilardim. 2024-yil boshidan buyon O'zbekistonga 100 minglab mehnat muhojiri o'z yurtiga qaytdi. Ularning har biri davlat va jamiyatning yordamini his etdi. Vatanida o'ziga munosib o'rin topdi. Barchamiz yagona yurt farzandlarimiz. Yagona vatan ravnaqiga xizmat qilamiz. Shu ma'noda bitta bo'lsa ham qiyin ahvolga tushib qolgan hamyurtimiz taqdiri barchamizni birdek tashvishga solishi kerak. Chunki xalqimizning eng katta qudrati mehr-oqibat, saxovat va birdamlikdadir. Mamlakat aholisi kasaba uyushmalari yaratgan imkoniyatlardan ham foydalanib, o'zining eng oliy orzularini amalga oshirmoqda. Masalan, Gulasalga bir nechta tadbirkorlik yo'nalishidan tanlash imkoniyati taklif qilindi. Hech qanaqa qo'rquv bo'lmagan, faqat oldiga bosish. Bu parranda fabrikasiga atigi 3 yil bo'ldi. Gulasal yordamchilari bilan birga har oy 35 mingga yaqin jo'jalarni parvarish qiladi va kuniga 200 dona tuxum yig'ib oladi. Faol va tashabbuskor xotin-qizlarga kam foizli kreditlar ajratilib, soliq bo'yicha yengilliklar hamda suv va elektr energiyasi uchun subsidiyalar beriladi. Hozirgi kunda tovuq boqishga bizga 49 yil tovuqlarning donini yetishtirish uchun tekinga yer berib qo'yibdi. Gulasal o'z ishini rivojlantirib, uyda mehnat qilish istagida bo'lgan xotin-qizlarga ham ko'maklashmoqda. Daromadni farzandlarimni o'qishiga va uy ro'zg'origa ishlatmoqchiman. O'tgan yili kasaba uyushmalari yordamida yaqin kunlargacha kam ta'minlangan qatlamda bo'lgan 35 ming nafar ayol tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Bundan 4 yil avval, 3 yil avval juda ham ishsiz edim. Ko'plab joylarga ish oqtarib borganman. Xotin-qizlar qo'mitasi va kasaba uyushmalari yordami bilan Dilorom tadbirkor bo'ldi. U qulupni yetishtirib, kuniga 70-120 kilogramm hosil yig'adi. Birinchi yil bir sotiqdan boshlaganman. Hech kim ishonmagan, lekin hozirgi kunda bunday yutuqlarga erishganimdan juda ham xursandman. Faxrlanaman o'zimdan. Prezidentimizning ishonchlarini oqlashga harakat qilaman. Baxt intilganniki, g'alaba kurashganniki. Kelajakni mardlar, tarixni g'oliblar yaratadi. Hamisha oldinga qarab intiling. Sizlarning ezgu ishlaringizda vatan, xalq, prezident barchangizga hamisha ishonchli tayanch va suyanch bo'ladi.
Men ko'p marta Men bir necha bor og'ir ahvolda shifoxonaga tushganman. Reanimatsiya bo'limiga yotqizishgan. O'shanda go'yo jonim tanamdan ajralayotgandek his qilganman o'zimni. Hushimdan ketgan paytlarim ham bo'lgan. Shifokorlar yagona chora bu operatsiya deyishdi. Farzandlari uchun qo'rquv, moddiy qiyinchilik va umidsizlik holati. Ammo mo'jiza yuz berdi. Operatsiya xarajatlari qoplandi. Operatsiyam yaxshi o'tdi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Bosim ko'kka yetdi. Xursandligimning cheki yo'q edi. Sandg'ochning operatsiyasi ham so'nggi 4 yilda amalga oshirilgan 6000 dan ziyod murakkab jarrohlik amaliyotlari qatorida davlat hisobidan to'lab berildi. Bu hayoti uchun tibbiy yordamga muhtoj bo'lganlarni aniqlashda kasaba uyushmalari, xotin-qizlar qo'mitasi va mahalla institutlari hamkorligining natijasidir. Kasaba uyushmalari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida 2016-yildan buyon respublika miqyosida 2,5 mingdan ortiq me'yoriy va me'yoriy huquqiy hujjatlar ko'rib chiqilgan. Xususan, mehnat kodeksi, kasaba uyushmalari to'g'risida, mehnatni muhofaza qilish to'g'risida, jamoatchilik nazorati to'g'risida, volontyorlik faoliyati to'g'risida hamda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunlarga tegishli takliflar kiritilgan. – 2007-yil 331 ta brend o'zbek paxtasiga nisbatan boykot e'lon qilgan. Bundan tashqari Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa ittifoqi ham O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'llagan. Bunga paxta yig'im-termida bolalar mehnati va majburiy mehnatning qo'llanilishi sabab bo'ldi. Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylangandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida biz Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar va majburiy mehnatni tugatish bo'yicha ishlar olib borayotganimizni ma'lum qildilar. Kasaba uyushmalari esa bu siyosatning amalga oshishida asosiy vositachi bo'ldi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi Xalqaro mehnat tashkiloti vakillariga paxta dalalariga erkin kirish imkonini yaratib berdi. Aynan prezidentning qat'iy siyosiy irodasi tufayli atigi 5 yil ichida bolalar va majburiy mehnat tubdan bartaraf etildi. O'zbekiston qora ro'yxatdan chiqarildi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlariga o'zbek paxtasini kiritishga ruxsat berildi. Bundan tashqari O'zbekiston uchun Yevropa ittifoqiga katta hajmdagi mahsulotlarni deyarli bojsiz eksport qilish imkoni ham berildi. Mana Andijonda paxtasini 100 million dollarga sotolmasdik. 70-80 bo'ladi. Mana 21-yil yakuni bo'yicha 527 million bo'ladi. Faqat paxtasi. 2023-yilda mamlakatning yangi konstitutsiyasida majburiy mehnatni taqiqlovchi norma mustahkamlab qo'yildi. Endi bunday holat uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Paxta yig'im-terimida ishtirok etuvchi mehnatkashlar uchun eng kam ish haqi miqdori belgilab qo'yildi. Bu misli ko'rilmagan holat bo'lib, kuchli va barqaror kasaba uyushmasi faoliyatida katta yutuq hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston xalqaro kasaba uyushmalari maydonida kuchli ishtirokchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimida faoliyat yuritgan davrda uning tashabbusi bilan muhim qadam qo'yildi. Bola va majburiy mehnat masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tuzildi. Bundan avval mamlakatimizda bunday mexanizmlar mavjud emasdi. Aynan ushbu qaror ijtimoiy mehnat sohasidagi o'zgarishlarning boshlanishi bo'ldi. Yurtimizdagi bu yutuqlar dunyo miqyosida e'tirofga sazovor bo'ldi. Xalqaro mehnat tashkiloti ushbu natijalarni yuqori baholadi va boshqa mamlakatlarda qo'llash uchun namunaviy model sifatida tavsiya etdi. Xalqaro mehnat tashkiloti va Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi bilan munosabatlarga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Islohotlar ko'plab muhim tashabbuslarga yo'l ochib berdi. 2023-yilda O'zbekiston Xalqaro mehnat tashkilotining ijtimoiy adolat bo'yicha global koalitsiyasiga birinchilardan bo'lib qo'shildi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining ish o'rinlari yaratish hamda ijtimoiy himoya bo'yicha global akselerator ishtirokchi davlatlari qatoridagi 18 mamlakatlardan biri bo'ldi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining tashabbusi bilan 2021-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi tashkil etildi. 2023-yilda esa
Turkiy davlatlar kasaba uyushmalari tashkiloti ham faoliyat yurita boshladi. Eng muhimi, ochiqlik va samimiy munosabat. Bu esa mehnatkashlar tashkilotlari o'rtasidagi hamjihatlik va ishonch uchun asos bo'ladi. Kasaba uyushmalari gender tenglik bo'yicha audit o'tkazgan holda ish joylarida ayollar ham erkaklar ham teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini qat'iy nazorat qilib kelmoqda. Endi mamlakatning mehnat kodeksida rahbarlik lavozimlaridagi ayollar soniga oid norma mustahkamlab qo'yildi. Masalan, davlat boshqaruvi sohasida bu ko'rsatkich mamlakat tarixida ilk bor 35% ga yetdi. Ayollarning hammasi xursand ishlayotganiga. Oyliklari ham yaxshi. Kasaba uyushmalarining asosiy maqsadi mehnatkashlarni himoya qilish, qo'llab-quvvatlash va adolatni ta'minlashdir. O'tgan yil davomida ularning faol ishtirokida 5000 dan ortiq ishchi va xizmatchining mehnat huquqlari tiklandi. Bu meni ilhomlantirdi va shu sababli mehnat muhofazasi bo'yicha inspektor bo'lishga qaror qildim. Bu yo'nalish menga juda qiziq bo'lib tuyuldi. Kelgusida o'z mehnat faoliyatini kasaba uyushmalari bilan bog'lashni xohlagan yoshlar uchun endi yangi imkoniyat yaratildi. Ular Respublika kasaba uyushmalari huzurida tashkil etilgan Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasida oliy ta'lim olishlari mumkin. Talabalar faqat mehnatkashlarning huquqlarini himoya qilishni emas, balki o'zbek kasaba uyushmalari rahbarlarining boy va bebaho tajribasini ham o'rganmoqdalar. Ular Jo'raxo'jayev, Mirzamahmud Musaxxonov, Siroj Nuriddinov, Mirg'iyos Zoidov, Naima Mahmudova, Halimaxon Alimova, Bo'ri Allamurodov, Xulkar Jamolov, Dilbar Jahongirova, Tanzila Norboyeva, Qudratilla Rafiqovlardir. Bu fidoyi insonlar va ularning izidan borgan viloyat hamda hudud rahbarlarining faoliyati insonparvarlik, mehnatkashlarga bo'lgan hurmat va ehtirom tuyg'ulari bilan yo'g'rilgan. Ulardan ko'plari mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lidagi jasorat va sadoqati uchun davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Chiroyli, juda chiroyli. U yerda harorat 1200 daraja. Olmaliq kon metallurgiya kombinati Markaziy Osiyoning eng yirik mis ishlab chiqaruvchi sanoat maskani. Bu ulkan ishlab chiqarish majmuasi haqli ravishda sanoat giganti deb ataladi. Bu karyerda 12 xil metaldagi Mendeleyev darajasidagi 12 xil metal qazib olinadi. Shaxtalarda, ochiq konlarda, quyish sexlaridagi mehnat og'ir va mas'uliyatli ish. Ammo bu yerda kadrlar almashinuvi yo'q. Bu yerga ishga kirish mushkul. Sababi faqat yuqori maoshda emas. Kombinatda xodimlarning xavfsizligi, ijtimoiy va tibbiy ta'minotga kafolat beradigan kuchli kasaba uyushmasi mavjud. Bugun u 40 mingdan ziyod ishchi xodimning haqiqiy tayanchiga aylangan. Do'stlarim orasida xususiy korxonalarda ishlaydiganlar ham bor, lekin ularda bunday imtiyozlar yo'q. Sog'liqni tiklash yoki tibbiy ko'rikdan o'tish uchun uzoqqa borish shart emas. Shaharlarda profilaktoriyalar faoliyat ko'rsatmoqda. Butun mamlakat bo'ylab kasaba uyushmalariga tegishli sanatoriylar, pansionatlar va dam olish maskanlari qurildi hamda qayta ta'mirlandi. Bugun O'zbekistondagi kabi sanatoriy kurort tizimi rivojlanishi boshqa davlatlarda kuzatilmagan. Bizning sanatoriylar ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar bo'lib, ular tijorat maqsadida emas, xalq manfaati uchun xizmat qiladi. Ular mamlakatimizning eng chekka hududlarida joylashgan. 2 yil oldin hurmatli prezidentimiz topshirig'i bilan Bozatovda yangi sanatoriy qurish boshlandi. Bevosita sizning topshirig'ingizga asosan qurilishi boshlangan Bozatov sanatoriyasi qurib bitkazildi. Ushbu obyektni ochishga ruxsat berishingizni so'rayman. Juda mamnuniyat bilan ruxsat. Bu maskan Qoraqalpog'iston ahli uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi. O'zbekiston hududida ilk sanatoriy kurort tizimi 1927-yilda yo'lga qo'yilgan. Ammo bu sohaning yangi bosqichdagi jadal taraqqiyoti 2017-yildan boshlandi. So'nggi 10 yil ichida mamlakatimizda 11 ta zamonaviy va barcha qulayliklarga ega sanatoriy qurildi.
So'nggi yillarda qurilish hajmi 10 barobarga oshdi. Mana bu yangi korxonada 140 ta ish o'rni yaratilgan. Bu raqam katta emasdek tuyulishi mumkin, ammo bu yerda ishlayotgan har bir tikuvchining qo'li gul deyish mubolag'a bo'lmaydi. Bugunga kelib davlatimiz rahbari, kasaba uyushmalari birgalashib biz yoshlarga shuncha imkoniyatni berib, yaratgan korxonamizdan faxrlanaman. Shu bilan birgalikda mana kasaba uyushmalari tomonidan berilgan bizga imkoniyatlarni biz to'g'ri foydalangan holda ishlab chiqargan mahsulotlarimizni yaratilib qo'lda chizilgandan boshlab to tayyor mahsulot holatiga kelib sotilish darajasigacha olib keladigan bir kompleks yaratdik deb o'ylayman. Bizning eng katta boyligimiz hamjihatligimiz. Buyuk xalqimiz bizdan juda katta islohotlarni kutyapti. Bu islohotlar qachon bo'ladi? Yurtda tinchlik bo'lsa. Men yana bir marta sizlarga rahmat aytmoqchiman. Men bilaman sizlar birlashib ko'p ishlar qilyapsizlar. Xalqqa manfaat yaratgan tashkilotda ishlaganlaring bu obro'y va hammaga ham nasib qilmaydi. Xalqimiz tashakkurlar bilan sizlarga munosabat qiladi. Ilohim yurtimizni tinchlik, osoyishtaligiga ko'z tegmasin. Xalqimizni rozi qilishga katta rejalarimiz bor. Ilohim shu rejalarni birgalikda amalga oshirish va xalqimizni, jonajon vatanimizni yorqin kelajagini ko'rish hammamizga nasib etsin. Sog' omon bo'linglar. Katta rahmat. Tashkilot tarixidagi yana bir muhim voqealardan biri O'zbekiston kasaba uyushmalarining oliy organi hisoblangan qurultoyning 9-chaqirig'i bo'ldi. Bu qurultoyda alohida e'tibor qaratilgan vazifalardan biri Respublika prezidentining uyushma faollari hamda faxriylari bilan uchrashuvga bag'ishlandi. Bo'lib o'tayotgan qurultoyimizga o'zgacha ruh va ko'tarinki kayfiyatda yig'ilishimizni barchangizning yuz ko'zingizda balqib turgan samimiyat va g'ayrat shijoatdan ko'rib turibman. Haqiqatan ham kasaba uyushmalari harakatining 120 yillik yubiley arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining soha xodimlari va faollari bilan o'tkazgan muloqoti chin ma'noda tarixiy hodisa bo'ldi. Qurultoy doirasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda ish beruvchilar konfederatsiyasi o'rtasida bosh jamoaviy kelishuv imzolandi. Tashkilotning 120 yillik yubileyi oldidan o'tkazilgan bu qurultoy ramziy ma'no kasb etadi. Zero aynan shu binoda bundan bir asrdan ortiq vaqt muqaddam kasaba uyushmalari debochalari shakllangan edi. Sof vijdonli insonlar xizmat qilishyapti. Butunlay Alloh taoloning irodasi bilan berilgan xalq xizmatida bo'ladigan kasb ekanligini bilaman. Kelajakda shu O'zbekistonda bir kelajagi uchun xalqimizga bir foydasi tegadigan bir farzand bo'lgan bir zo'r xodim bo'lgim keldi. Ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishni, xalqparvar, ya'ni xalqimizga xizmat qiladigan shaxs bo'lishni o'z oldimga maqsad qilib bildim. 3-Renessans yordamida biz go'zal va zamonaviy O'zbekistonni barpo etamiz. U rivojlangan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin egallashiga ishonchim komil. O'zbekiston kasaba uyushmalari harakati 120 yillik shonli tarixga ega. Bu yo'lda qiyin sinovlar ham, baxtli damlar ham bo'ldi. Bu insonga xizmat qilish, burch va sharaf, hamdardlik va mehr kabi yuksak tuyg'ular bilan to'lgan tarixdir.